Bola komillikka erishishda nima ko'proq muhim rol o'ynaydi? Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga buni 5 ta omilini sanab beraman. Birinchisi ota-onani tarbiyasi va namunasi. Bola eng ko'p ota-onasidan o'rnak oladi. Ota-ona qanday gapirsa, qanday o'rnak ko'rsatsa, bola xuddi shuni takrorlaydi. Ikkinchisi atrof muhit va do'stlarning ta'siri. Bola kim bilan o'ynasa, kim bilan do'stlashsa, shunga o'xshash bo'lib boradi. Yaxshi muhit yaxshi odatlar, yomon muhit esa yomon odatlarga olib keladi. Uchinchisi ta'lim va bilim. Maktabdagi o'qituvchi, kitoblar, bilim bolani dunyo qarashini o'zgartiradi. To'rtinchisi albatta mehr va psixologik qo'llab-quvvatlash. Ota-ona qo'llab-quvvatlasa, bola qo'rqmasdan yangi narsalarni sinab ko'radi va komillikka yetib boradi. Beshinchisi va eng muhimlaridan biri mehnat va intizom. Bola kichikligidan tartib va mas'uliyatni o'rganishi shart. Harakat qilmasdan, mehnat qilmasdan hech qachon komillikka erishib bo'lmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bolani komillikka erishishdagi eng katta rol oiladagi tarbiya va ota-onani o'rnak bo'lishi. Shundan keyin muhit, maktab va bilim keladi. Shunaqa ekan, bu videoni har bir bolasi komillikka erishmoqchi bo'lgan ota-onalarga jo'natib qo'ying.